Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun siz bilan kartoshkadan bo'rsildoqqina pirojkilar tayyorlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Oldin qiladigan ishimiz kartoshkalarimizni chiroyli qilib artib, ularni maydalab suvda qaynatishda qo'yib olamiz. Mana ki kartoshkamizni artib tozalab oldik. Endi bunga botadigan suv solib, ozgina tuz, kartoshkamiz botadigan qilib suv solamiz. Mana shunday qilib to kartoshkamiz pishguncha gazda pishirib olamiz. Endi kartoshkamiz pishib tayyor bo'lguncha xamirini tayyorlab olamiz. Xolodilnigimda achib qolgan sutni to'kmasdan olib qo'ygandim. Mana bu yerda yarim kosacha sut, bunga bitta dona tuxum solaman. Bitta dona tuxum. Bitta qoshiqda tuz, bitta qoshiqda dro'jja solaman. Ustidan ila olingan unni solamanda yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qorib olaman. Xamirni aralashtirib olgandan keyin ozgina shakar ham solib olaman. Mana obunachilarimiz, xamirimiz mana shu holda bo'ldi. Endi bunga bir qoshiqcha iste'mol yog'idan qo'shib olaman. Va yana chiroyli qilib xamirimiz silliq bo'lguncha xamirni ushlaymiz. Mana keyin xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi uni ustiga paket yopib yarim soatga olib qo'yamiz. Mana obunachilarimiz, kartoshkamiz qaynayapti. Ana shu holatda kartoshkamiz qaynab pishguncha qaynatib olamiz. Mana obunachilarimiz, bitta dona piyozimizni maydalab to'g'rab olamiz va uni qizib turgan tovamizga bir qoshiqcha o'simlik yog'ini solamizda va bu piyozimizni qizarguncha tovamizda qovurib olamiz. Mana obunachilarimiz, mana shu ko'rinishda yaxshilab qovurib olamiz. Mana obunachilarimiz, kartoshkani ezib oldik. Endi bunga qovurilgan piyoz va ko'kat solamizda yaxshilab aralashtiramiz. Mana obunachilarimiz, kartoshka pyuremiz tayyor bo'ldi. Dam olgan xamirlarimizni mana shunday zuvolacha qilamizda, ustiga paket yopib turib, bitta donasini olamizda. Bitta donasini olib mana shunday ko'rinishda yoyib olamiz. Va bu xamirimizni ichiga kartoshka pyuremizni solib mana shunday yumaloq ko'rinishda tugib olamiz. Yumaloq ko'rinishda tugib oldik. Mana shu ko'rinishda. Endi patnisimizga yog'ni to'kamiz. Yog'ni to'kamizdan mana yog'ni soldik. Hamma joyiga yog' tegishli xamirimizni orqa oldini yog'lab, patnisimizga chiroyli qilib terib olamiz hammasini. Mana obunachilarimiz, mana shunday ko'rinishda bittama-bitta bo'kib oldik. Endi buni shu turishda yarim soat ustiga kulyonka yopamizda, yarim soatga qo'yib qo'yamiz. Mana obunachilarimiz, pirojkilarimiz ko'tarilib, shishib tayyor bo'ldi. Endi buni bitta-bitta olib, qo'limiz bilan mana shunday qilib yasab, tovamizda qizib turgan yog'imizga solib, ikki tomonini qizartirib pishirib olamiz. Mana bunday yasab chiroyli qilib yasab oldik. Xamirlarimizni qarang, oshib qanaqa chiroyli bo'lib, yumshoq bo'lgan. Mana yog'imizga birinchi solib qizartirib olamiz. Mana obunachilarimiz, pirojkilarimiz chiroyli bo'lib ko'tarilib, bir tomoni qizardi. Endi bu tomonni o'girib olamiz. Mana obunachilarimiz, pirojkilarim pishguncha bekor o'tirmasdan chopperimni qo'limga olib olib, pomidor, ko'katlar va 3 dona chesnok tuzni solib, bo'rsildoq pirojkilari bilan yeyish uchun ajoyib achchiq tayyorlashga qaror qildim. Endi bularni maydalab olamiz. Mana obunachilarimiz, pirojkilarimiz tayyor. Ungacha mana achchiqlarimizni ham tayyorlab oldik. Mana pirojkilarimiz
Ichlari yumshoqqina. Bemalol uyda tayyorlab bolalarni xursand qilishing mana. Mazasiga gap yo'q.